Zerikib qolmadinglarmi? 3 millionga spalni garantur kerakmi? To spalni bilan faqat shkafini o'zi. Mana shkaf. Bor maykadan nariyoqqa borgin, sen ko'rib qo'yasan oiladan. Mana shkaf, xudo xolasa. Kupeyni buni ochmaymiz, prosta nomiga yig'ib qo'ydik. Mana ushab turibmiz mana. Mana spalnisi. Spalnisi ham rosa chiroyli. Tortmalari bor, qayerda tortmalari bor? Bakovoydan, mamtami? Ha, bu yoqdami? Bu yerda tortmalari ham bor ekan. Va pullar yashirib qo'yar ekansiz. Tepasida chirog'i ham bor ekan. Mana chiroqlari. O'zlari olib borib yig'ib beradi, 3 million so'm. Dastavka ichida, ustanovka ichida 3 million so'm. Nurafshonda dastavka ichida, ustanovka ichida. Bo'ladimi? Tak, razmerlari qanaqa ekan buni endi o'lchash hozir vaqtimiz yo'q. Ha, orqada mana to'kulangan joylari. Shu yerda mana ulanib qo'yilgan ekan. Orqada mana katta. Yaxshi svejiy holatda turibdi. 3 million so'm dastavka ustanovkasi bilan. Yig'ilmagan holatda edi, boya o'rtamga yig'ib qo'ygan edi, mana yig'ib qo'yibdi. Kimga kerak bo'lsa, yozinglar, aloqaga chiqinglar. Rahmat.